Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizga Muhammadiy va Zaynabning sadoqat va muhabbat to'g'risidagi hikoyasini yetkazmoqchiman. O'zbekistonning barcha gulko'rkam bir shaharchasida yashar edi Muhammadiy bilan Zaynab. Ular 7 yillik nikohda edilar. Lekin har kuni ertalab uyg'onganlarida bir-birlariga bo'lgan muhabbatlari yangi turmush boshlangandek yangi edi. Bir qish oqshomida Zaynab shamollab qolgan edi. Muhammadiy kechasi ishdan qaytib, uning isitmasi ko'tarilganini ko'rib qoldi. Deraza yonida payvand chiroq yonar, Zaynab uxlab qolgan edi. Muhammadiy: "Yana dori ichmagan ko'rinasan, azizim." U ovqatxonaga borib, limonli issiq choy tayyorladi. Qo'llari bilan har bir tomchini sinab, Zaynabning o'rniga yaqinlashdi. Hikoyachi: Muhammadiy uning peshonasiga qo'lini qo'yib, bismillah deb duo qildi. So'ngra payvand chirog'ining yorug'ida Zaynabning qo'llaridan ushlab o'qidi. Muhammadiy: "Allohim, bu ayol mening dunyom, iymonimning yarmi. Uni har balodan asra. Men unga mehr bilan qarashga, uning sharafini himoya qilishga ahd qilgan edim." Hikoyachi: Zaynab ko'zlarini ochdi. Muhammadiyning ko'zlarida suv bor edi. Zaynab: "Hayotim, nima bo'ldi?" Muhammadiy: "Hech narsa azizim. Faqat bugun ishda bir kishi turmush qanchalik zerikarli bo'lib qoldi degan edi. Men esa o'yladim. Har kuni sen bilan birga bo'lish, har tong sen bilan tahajjudga turish, har kecha seni ko'rib alhamdulillah deyish. Bularning qaysi biri zerikarli?" Zaynab tabassum bilan: "Sen doim shunday go'zal so'z to'pasan-ku." Muhammadiy cho'ntagidan bir narsa olib chiqardi. Kichik bir quti edi. Ichida zargarlik buyumi emas, balki... Muhammadiy: "Bugun o'tgan yo'lda bir chol gul sotayotgan edi. Men unga bu qanday gul deb so'radim. U aytdi, bu O'zbekiston an'anaviy sevgi niholi. Men ham seni ko'rib shu niholni esladim. Har yili yangi kurtaklar beradi. Ildizlari chuqur, barglari doim yashil." Zaynab. Muhammadiy. Hikoyachi: Zaynab qutini ochdi. Ichida quritilgan gullar va bir varoq qog'oz bor edi. Unda Muhammadiyning qo'li bilan yozilgan edi. Musiqa biroz kuchayadi. Muhammadiy: "Aziz Zaynab, sen mening dunyomdagi jannatimsan. Har safar sening o'zingga qaytsam, hayotimga yangi ma'no keladi. Keling, kelgusi hafta Buxoroga sayohat qilaylik. Birga Bibi xonim masjidida 2 rakat salom namozi o'qiyaylik va o'sha qadimiy hovlida bir-birimizga yana bir bor ahd beraylik." Hikoyachi: Zaynabning ko'zlariga yosh kelardi. Bu ularning nikohi uchun muhim edi. Har yili ular yangi nikoh ahdi qilishardi, ammo bu safar boshqacha edi. Hikoyachi: Keyingi hafta ular Buxoroga borishdi. Bibi xonim masjidining hovlisida ular birga namoz o'qidilar. So'ngra qadimiy chinor daraxti ostida o'tirishdi. Muhammadiy: "Zaynab, Allohga shukr. 7 yil oldin seni turmushga olganimdan beri har kuni seni yangidan sevib kelaman. Va Allohga qasamki, qiyomatgacha shunday qilaman. Sen mening rohatim, tinchligim va hayotim manbaimsan." Zaynab: "Va men Muhammadiy, seni Allohning amri bilan sevaman. Sen mening qalb qo'riqchim, oilamizning rahbarisan. Men har doim ortingdan kelaman. Har qiyinchilikda yoningda bo'laman." Hikoyachi: Ular bir-birlariga qarab Allohga duo qilishdi. Atrofda sayyohlar o'tayotgan bo'lsa ham, ular faqat bir-birlarini ko'rardilar. Musiqa asta-sekin susayadi. Kechqurunga mehmonxonaga qaytayotganda Zaynab Muhammadiyning yelkasiga boshini qo'ydi. "Hayotim, bilasan-ku, bugun eng yaxshi sovg'angni berding." Muhammadiy: "Qanday sovg'a?" Zaynab: "Vaqtingni. Bugun butun kun faqat menga bag'ishlading. Bu mening eng qadrli boyligim." Hikoyachi: O'sha kecha mehmonxona xonasida ular birga Yasin surasini o'qidilar.
So'ngra bir-birlari uchun duo qilib, Allohdan bir-birlarini jannatda ham birga qilishini so'rashidi. Musiqa asta-sekin susayadi. Muhammadiy bilan Zaynabning hikoyasi shu bilan tugamaydi. Chunki ularning muhabbati har kuni yangilanadi. Har tong ular birga tahajjudga turadilar, har kecha bir-birlarining ko'zlariga qarab, seni sevaman deydilar. Islomiy nikohda muhabbat nafaqat hissiyot, balki ibodatdir. Bir-biriga mehr qilish, bir-birining huquqlarini hurmat qilish, Allohning amri bilan bog'lanish, mana shu haqiqiy muhabbatdir. Musiqa nozik, tugash. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Sizlarning eng yaxshilaringiz xotinlariga qarshi yaxshi muomala qiluvchilardir. Haqiqiy muhabbat bu har kuni yangilanish, har kuni qurbat va har kuni Allohga shukr bilan to'lashdir. Xayrli tun aziz tinglovchilar. O'zingizning qalb sultonlaringiz bilan mehr muhabbatingiz abadiy yangi bo'lib qolsin. Alloh haqiqiy muhabbatni yaratgan zotdir. U hamma juftlarning mehr muhabbatini mustahkam qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizga Muhammadiy va Zaynabning sadoqat va muhabbat to'g'risidagi hikoyasini yetkazmoqchiman. O'zbekistonning barcha gulko'rkam bir shaharchasida yashar edi Muhammadiy bilan Zaynab. Ular 7 yillik nikohda edilar. Lekin har kuni ertalab uyg'onganlarida bir-birlariga bo'lgan muhabbatlari yangi turmush boshlangandek yangi edi. Bir qish oqshomida Zaynab shamollab qolgan edi. Muhammadiy kechasi ishdan qaytib, uning isitmasi ko'tarilganini ko'rib qoldi.